Assalomu alaykum aziz ertaksevar bolajonlar. Sharof Rashidov tuman axborot kutubxona markazi ertaklar yaxshilikka yetaklar loyihasi doirasida avdio ertaklarini havola etadi. Yig'lama mushukcha avdio ertagi. Quyoshli kunlarning birida ola tovuq o'z katagidan o'tirardi. Oppoq kichkina mushukcha uzoqda tovuqni kuzatib o'tirardi. Anchadan keyin u katakka yaqinlashib tovuqqa: "Salom, mening ismim Mosh. Ertalabdan beri umuman qimirlamay o'tiribsan. Sababiga qiziqib qoldim" debdi. "Bu yerdan ket, men tuxumlarim ustida o'tiribman" debdi tovuq. Mushukcha hayron bo'lib: "Miyav, tuxumlaring ustidami? Nima uchun?" Tovuq kulib: "Bu tuxumlar mening bolalarim. Men ular tuxumdan oson chiqib olishlari uchun ustida o'tiribman" debdi. Mosh boshini chayqab bu yerdan uzoqlasharkan, "Juda g'alati-ku. Qaniydi men ham shunday qila olsam" debdi. Ertasi kuni mushukcha ola tovuqga duch kelibdi. Bu gal tovuq katagida emas edi. U 12 ta mitti jo'jalari bilan hovlida aylanib yurar edi. Jo'jalar chirqillashib onalar ketidan ergashib yurardi. Mushukcha ularga yaqinlashib, u katta qiziqish bilan ularni tomosha qila boshlabdi. Birozdan so'ng: "Men jo'jalaring bilan o'ynasam maylimi?" debdi. "Afsusdaman Mosh, jo'jalar hali kichkina va mening yonimda bo'lishlari kerak" debdi. Mosh xafa bo'lib bu yerdan uzoqlashibdi. Bir necha kun ola tovuq yoniga bormabdi. Hovlining narigi tomonida yuribdi. Quyoshli kunlarning birida u hovlini aylanib yurgan kichkina yumaloq narsalarni ko'ribdi. Quvonchdan miyovlab yuboribdi. "Tuxum, tuxum" debdi u. So'ng o'zicha: "Endi ehtiyot bo'lib ularning ustiga o'tiray. Bir necha kundan keyin mening ham jo'jalarim bo'ladi" deb o'ylabdi. Keyin asta oq narsalarning ustiga o'tiribdi. Saldan keyin uyqusi kelibdi va miriqib uxlab qolibdi. Ancha vaqt o'tgach, ola tovuqning jo'jalari Moshning oldiga kelishibdi va chirqillab mushukning atrofiga aylanishibdi. Ovozlarini eshitgan mushuk uyg'onib ketibdi va hayajon bilan o'rnidan sakrab turibdi. Qarasa, tuxumlari o'z joyida. Mana bu jo'jalarchi? Jo'jalar Moshning tuxumlariga qarab yugurishibdi. "Bizning to'plarimiz shu yerda ekan. Biz tongdan beri izlayotgan edik. Siz nega to'plarimiz ustiga o'tirdingiz" deyishibdi. So'ng to'plarini olib o'ynay boshlashibdi. Mosh ularga qarab qolib, bir muddat ularning o'yinlarini kuzatibdi. So'ng ulardan uzoqlashibdi. Borib tovuqni topibdi. U hovlining chekkasida o'tirardi. Bir nechta bolalari qanotlari ostida uxlashardi. Mosh: "Bilasanmi nima bo'ldi?" deb bo'lgan voqeani gapirib beribdi unga. Tovuq kulib: "Mosh, mushuklar tuxum qo'ymaydi-ku, ularning bolasi tuxumdan chiqmaydi" debdi. Bechora mushuk rosa xafa bo'libdi. "Shundaymi?" deb yig'lay boshlabdi. Ola tovuq mushukka rahmi kelib: "Yig'lama Mosh, sen ham katta bo'lasan va ajoyib bolalaring bo'ladi. Ular xuddi o'zingga o'xshaydi" deb mushukchaga tasalli beribdi. So'ng unga jo'jalari bilan o'ynashiga ruxsat beribdi. Mosh ola tovuq bilan suhbatlashayotganida jo'jalar birin-ketin uyg'onishibdi. Mosh miyovlab ularni yoniga chaqiribdi. Jo'jalar mushuk bilan bir miriqib o'ynashibdi.